Pastroq yotirish kerak ekanda. Mana u sovg'ani ochmoqchi. Va Merry Christmas. Chanaga o'tirdim bolalar. Yo, hammaga salom do'stlar, Glitchus kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda sizlar bilan Evil Snowman, ya'ni yovuz qor odam bo'ladi shunda, lekin bizni ekranda qor odam emas, qor bola turibdi. Xullas ko'ramiz, bugun shu o'yinni o'ynab ko'rishga. Da bola lehkoga qo'yib ko'raman. Extreme ham bor ekan. 5 ta sovg'a mishogini top va ularni hammasini chanaga qo'y va shahar tomon uch. Yovuzlar qor bola uni o'ldirish mumkin va barcha sovg'alarni yig' va hammasini ehtiyot bo'l degan oxirida xullas hisob. Bizda kiyiklar bor. Oldin multfilm bo'lardi, esimdan chiqib qoldi kiyiklarni. Mana bu Snowman? Ha, bu Evil emas, bu Good. Ya, bir atishga jonimiz bor ekan bizda. Yotmayapti bu. Ko'pga bo'laydi, otilmayapti-ku. Otsam o'lmayapti. Mana o'ldi. Voy, o'l ketdi. Voy, qoch. U qadar qiymasiga o'xshaydi, lehkoga qo'ydim. Yana o'ldi. O'ladimi keyin bular butun? Yaxshi qurolimiz bor ekan. Bola nima bu o'yin o'ynayapti deb so'rayotgan bo'lsanglar, уже dekabrdan o'tdi, yangi yilga ham yaqin qoldik. Lekin bu video yangi yilga yaqin qo'yiladi menimcha. Yana bitta mishok topdim. Musiqalar lekin rosa yoqimli. Menga to'g'risi masalan yangi yil o qadar zo'r bayramda o'tmayapti hozir. Bitta bu musulmonlarning bayrami ham emas. Nurodi kayfiyat uchun yaxshi bayram deb hisoblayman. Xo'p, bola, o'zingizlar nima gap? Kommentariyaga yozmay ham qo'ygansiz, o'zi hech kim ham yozmasdi. Ayting, yozib qo'ying kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni, balki tabriklarni ham yozishingiz mumkin. Va sizga qaysi personaj yoqadi? Qor odammi, qor bobomi yoki qor qizmi? Hozir ichida nimasi bor, hozir qor qiz deydi. Ha, aptechka. Va ana 100 bo'ldi. Jonim. Bu o'yinda ishlatilayotgan musiqalar avtorskiy bermaydi-ku. Bu ham to'g'rimi? To'g'risi xarita bor ekan bizda. Voy, karta katta. Ne, bir xil joylarga borsam, musiqa shunaqa baland bo'lib ketyapti, bor-ku. Yaxshi raqiblarimiz kuchsiz, kichkina qor bolachalar. Bu buni tashlab olsam bo'lar. Qor bola uchun deb qo'ygan. Mushaklarni yig'ishimiz kerak. Qor bola. Mana u sovg'ani ochmoqchi. Va! Ideal narsadan bittasi ekan-ku. 87% jon qoldi. Bu yerda ham aniq nima bo'ldi? Tegmay qoldi. Sovg'a bo'lish kerak. Oy! Boray yo'qolay. Hammasini o'ldirishimiz shart emas, просто qiziqishga o'ldirib ketaman. Nechta yedim o'zi? Yana o'ldirib olaylik. O'lmay qo'ygan joyini qara.
Men bo'lmayapti. Shuncha qiynalib o'ldirdim. Buni bosib turish kerak ekan. Tak, xazina aptechka chiqsa zo'r bo'lardi bor. O'lmay qo'ygan kallangiz. Nima o'lmayapti bu? Yaxshi, o'rgandim menimcha. Sal qolgan o'zimni jonimga ketkazardi bu. Karta yaxshigina katta ekan. 20 ta bekorga 20 ta qop yig'ish kerak demadi. Shunda shu yoqqa uchib ketamizmi? Nima bilan? Chanamiz bilan. Tegdi o'lmadi, ko'rdinglarmi? Basharang oyog'im. Turqin qara buni. Buraya urib tashlab, mavjudotni bilan. Bu yoqdan ham yana shu narsa chiqdi. Ikkita qopti deydimi? Bizga 20 ta dedimi? Aptechka chiq. Faqat bomba. Ikkita-ku bular. Bu yoqda ham ikkita. Bu yoqda yana bitta. Aylanib qaytib keldim yana o'sha joyga borib. Uka, orqama chiqsana tez yugurayapman. Chelak bosh. Rostdan ikkita topsak menimcha ketsak kerak. O'sha ikkitani topish degan muammo bor-da. Bu yoqda ikkita chelak boshlar, yana bitta chelak bosh. Shuncha ko'psizlar, Bu uydan o'tgandim u. Ikkitani hali berasiz da yurib. Vay. 75% can. Snowman. Nima o'lmadi, nima? Qara, 62% canım qoldi. Mana bittasini topdim. Pastroq o'tirish kerak ekan-da. Ya endi bittani izlab ko'ramiz. Nima bu? Monetaga nima olsam bo'ladi? Endi nima chanani nima qilsam bo'ladi, zagruzit. Xo'p, o'sha yoqdan to'g'riga boraverish kerak. Mana-ku. Merry Christmas. Chanaga o'tirdim bolalar. Musiqa вообще boshqa bo'lib. O'yin tugadi. Va. Da bolalar, o'yinimiz shu joyda tugaydimi? Da bolalar, o'yinimiz shu joyda tugar ekan, Glava 2 yo'q. Glava 2 nima? Lekin Evil Snowman 2 bor ekan.
Menimcha yangi yil kayfiyatini ozgina bo'lsa ham bera oldi bu o'yin. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugungi videomiz aynan shu joyda yakuniga yetadi.